Do'stlar, Mirzo Ulug'bekda biz IT Park yaqinida joylashgan 10 qavatli yangi qurilgan Novostroyka binomizning 10-qavatida shunaqangi shinam xonadonni obzoriga kelganmiz. Xonadonimizni o'zini avtoturargohi hamda bolalar o'ynash uchun maydonchasi bor. Bundan tashqari xonadonimizni shunaqangi keng, kattagina balkoni ham bor. Shaharni bemalol tomosha qilishlik uchun imkon. Ushbu xonamiz studiya formatdagi oshxona hamda zal qismimiz. Har bitta jihozlarga e'tibor beramiz do'stlar. Televizor, yumshoq mebellar, oshxona jihozlari hamda xolodilnik, mikrovolnovniy pech, konditsioner. Bu esa bizni kirish qismimiz. Kirganingizda oynak hamda koridor bo'ylab bizda shunaqangi kenggina hol qismi oshxona. Bu esa bizning sanuzel qismimiz, hojatxona va hammom. So'nggi xonamiz bu bizning yotoqxona qismimiz. Yotoqxonamizda ko'rib turganingizdek, hamma jihozlar, mebel texnikalar ko'rib turgan barcha jihozlaringiz qoladi. Uyimiz juda ham shinam. Bu esa bizning garderobni. Xo'p, ko'rib turgan xonadonimizni uy egalari narxini 84.900 deb baholadilar. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol uyni savdolashsangiz bo'ladi. Shunaqangi shinam xonadonlar Refarda. Videoga like bosing. Mirzo Ulug'bek tumanidan uy so'ragan do'stingizga jo'natib qo'ying.